Avrupa Komissiyasining raisi Ursula von der Leyen Beijingda Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'ygan. Ursula von der Leyen 6 aprel Xi Jinping bilan o'tkazgan uchrashishdan keyin Beijingda muxbirlarga bergan bayonotida mundaq degan. Biz kishilik huquq to'g'risida so'zlashdik. Biz Xitoyda borgan sari chekinayotgan kishilik huquq vaziyati haqidagi andishalarimizni o'tirib qo'ydik. Bo'libmi Xinjiangdagi vaziyat kishini texmo qayg'uga soladi. Bizning bu masala haqidagi suhbatlarimizni davomlashtirishimiz intayin muhim. We also addressed human rights. I expressed our deep concerns about the deterioration of the human rights situation in China. The situation in Xinjiang is particularly concerning. It is important that we continue to discuss these issues, and I therefore welcome that we have already resumed the EU-China human rights dialogue. Ursula von der Leyen xanım Beijingdagi rasmiy ziyoratini boshlashdan avval bir yo'silda bergan bayonotida Uyg'urlar masalasini tilga olgan edi. The grave human rights violations occurring in Xinjiang are also a cause of great concern. U shu qitimliq so'zidimi Uyg'ur elida yuz berayotgan kishilik huquq tafsandachiligining intayin og'irligini tilga ilib, Xitoyning kishilik huquq munosabatli xalqaro majburiyatlarini qandoq ado qilishi bizning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligimizni sinaydigan yana bir sinoq bo'lib qoladi degan. Will be another test for how and how much we can cooperate with China. Germaniya Ovoz Radiosuning aytishicha, Ursula xonimning Beijingdagi ziyaratining muhim temalarining biri Ukraina masalasi ekan. U Xi Jinping bilan ko'rishganda Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushini bevosita yoki vositali qurol bilan ta'minlamasligi kerakligini, buning xalqaro qonunlarga xilof bo'lib qolmay, balki yana Yevropa-Xitoy munosabatlariga og'ir ziyon yetkazadiganligini aytgan. Ursula von der Leyen xanım Fransiya prezidenti Macron bilan birlikda Xitoyda rasmiy ziyoratda bo'layotgan bo'lib, ular bu ziyoratida Xitoy bosh ministri Li Qiang bilan ko'rishgan. Yuqorqi ikki rahbari Xi Jinping bilan ayrim-ayrim uchrashgan, ham uch taraflik suhbat o'tkazgan.